Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Bugun 3-may 2025-yil sanasi bilan ish kunimiz yakuniga yetdi. Video lavha qilyapmiz. Demak, gipslarimiz tugadi. Bugungi hisob bilan 744 dona penoblok chiqardik. Endilikda gipslarimiz keyingi haftadan yangi partiyada gipslarimiz keladi, oshgan narxda keladi. Sababi 1-maydan gazlar oshgan, gaz va elektr narxlari oshgan. Shu sababli penobloklarimiz narxlarida ham o'zgarish bo'ladi. Ya'ni 11,5 mingdan deb e'lon qilgandik 21-mart sanasida. Endilikda 12 ming so'm bo'lyapti. Joyida yuklab beriladi. Xo'p, bizning ishimizda gaz ishlatilmagani bilan to'g'ridan to'g'ri yoki bevosita ta'sir qiladi. Pulga sotib oladigan har bir narsaga ta'sir qiladi. Shu sababli narxni oshirishga majbur bo'lyapmiz. Sifatlari a'lo darajada chiqyapti. Tumbali, latokli standart qishlarimizdan ham bor. Razmerlari 20-30-60 razmerda. Ushbu g'ishlarimiz, demak 350 markali g'ishlarimiz hisoblanadi. Sifatlarini ham juda bir ajoyib tarzda chiqaryapmiz. 1000 marta eshitgandan bir marta ishlab chiqarish seximizga kelib ko'rishlaringiz mumkin. Sifat darajalari o'ta a'lo darajada ishlab chiqarilyapti. Bizning manzil Jizzax viloyati G'allaorol tumani Ko'kkumbazda ishlab chiqarilyapti. Sifat izlagan yurtdoshlarimizni ishlab chiqarish korxonamizga taklif qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosishni unutmang. G'allaorol penoblok eng sifatlisini taklif qiladi.